Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalgi darslarimizda ma'lum bo'ldiki, rizq Alloh taoloni har bir bandasini taqdiriga bitib qo'ygan, yozib qo'ygan atosi. Rizq Alloh tomonidan har bitta bandaga kafillangan narsa ekan. Inson musulmon bo'ladimi, kofir bo'ladimi, farqsiz rizqini yeydi. Faqat o'sha rizqini yeyishlikda uni qiladigan ishi ikki dona. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, rizqi bor. Rizqi keladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga kelib aytibdilar-ki, nafs rizqini to'liq olmagunicha, ajali yetib kelmagunicha o'lmaydi. Rizqni talab qilishlikda chiroyli yo'l tutinglar. Sizlardan bittangizni rizqi kech kelganligi, ish yurishmayapti, qarzini uzolmayapti, xolos bo'lmayapti, ya'ni ko'pchiligimizda shunaqa yo'q. Sizlardan bittalarni rizqini kechikishligi uni gunoh bilan talab qilishlikka olib borib qo'ymasin. Chunki Allohning huzuridagi narsa ma'siyat bilan talab qilinmaydi. Birodarlar, rizq yozilgan. Hali osmoni yer yaralmasdan avval 50 ming yil burun, hali osmon yer yaralgani yo'q. Shundan 50 ming yil avval Alloh taolo haloyiqning taqdiriga rizqini yozib qo'ygan. Xotirjam bo'ling. Yozilgan narsa albatta keladi. Yozilmagan narsa albatta kelmaydi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing? Rizq ishida ikkita rolimiz bor. Birinchisi, qanday kasb, qanday hunar tanlash. Ikkinchisi, shu tanlagan kasb va hunarimizda taqvoli bo'lish yoki fosiq bo'lish. Shu ikkoviga biz ixtiyorimizda. Natija aniq. Kasb tanladingiz, fojir, fosiq bo'ldingiz, o'sha rizq keldi, faqat bebaraka keladi. Hayotingizda osoyishtalik bo'lmaydi. Variant A. Kasb tanladingiz, taqvoli bo'ldingiz, shariat bo'yicha yashadingiz, rizqingizga baraka keladi, hayotingizda osoyishtalik bo'ladi. Tushunarlimi? Mana ana shu rizq haqida gapirdik, orqasidan tijoratda gapirdik. Savdogarlar. Birodarlar, agarchi vallohu alam adashayotgan bo'lay, savdo bilan shug'ullanayotgan odamlarni shariatimizdagi savdo ilmi elagi bilan elasak, 100 tadan bitta odam qoladi yo ikkita odam qoladi. 98 tasi to'kilib ketadi. Mubolag'a emas. Ishoninglar birodarlar, mubolag'a emas. Biz eng taqvodli savdogarimiz mashina sotayotganda indamay turadi. O'sha taqvo bu. O'zi qanaqa edi? Aybini aytish kerak edi. Klient so'ramasa ham. U deydi, men indamay turdim deydi. Men yolg'on gapirmadim u deydi. O'sha taqvo, ko'ryapsizmi? Qaysi darajaga tushib ketganmiz? Vaholanki birodarlar, sotayotgan molingizni aybini aytishingiz qarzingiz edi. U so'ramasa ham aytishingiz kerak edi. Xo'p, mayli, bu oldi sotdi qilayotganda o'rtasida bo'lsin. 3-chi odam qarab turibdi. Mashinani sotyapti. Nariga odam so'rashi ahli yetmayapti. Bu aybini aytmayapti. 3-chi odam gunohkor bo'ladi. Shu aybini bilib turib aytib qo'ymasa. Agar bizni mashinamizni sotayotganimizda indamasdan taqvo qilib, bironta odam kelib bu manaqa aybi bor deb qo'ysa, 3-jahon urushi boshlanadimi? Ko'ryapsizlarmi, qaysi darajada bizni ahvolimiz savdodagi, savdo haqidagi tasavvurimiz? Domla kim una qilib savdo qiladi hozir? Ot iminda kim qiladi shuna qilib? Unaqa odam yo'q. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Yo'q unaqa odam. O'shuning uchun baraka yo'q-da.
rizqni nima ekanligini tushunib olsak, Alloh va payg'ambari aytgandek anglab qalbimizga joylab olsak, ishonavering, yolg'on ham gapirmaymiz ekan. Axloqimiz ham go'zal bo'lar ekan. Namozni ham vaqtida o'qiymiz ekan. Hiyla dayralar o'z-o'zidan yo'qolib ketar ekan. Asosiy muammoimiz bizni rizq haqidagi tasavvurimizni noto'g'riligida. Savdogarlarda ishlaridagi kamchiliklar, aldashlik. O'tgan darsimizda laysa minna man g'ashshana dedilar Rasululloh. Bizni aldagan, bizga firib qilgan odam bizdan emas dedilar. Birinchisi yolg'on. Ikkinchisi o'lchovdan urib qolish, tarozidan urib qolish. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda xos bitta surani nomini tarozidan urib qoluvchilar deb nomladi. Qaysi sura? Mutaffifun surasi. Qur'onda bitta sura tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanyapti. Bu hazillangan narsa emas. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin. O'lchov tarozidan urib qolguvchi kimsalarga vayl bo'lsin, halokat bo'lsin. Vayl jahannami bo'lsin va halokat bo'lsin. Demak, vayl so'zining ikki xil ma'nosi bor. Voy bo'lsin, ikkinchisi o'lchovdan urib oladiganlarga vayl do'zaxi bo'lsin. Dunyoda xor bo'ladi, voy bo'ladi holi, oxiratda esa vayl degan jahannamga tushadi. Birodarlar, payg'ambarimiz aytganlarki, o'lchovda halol va adolatli bo'lmaganlari sababli avval o'tgan ummatlarning ba'zilari halokatga uchraganligini unutmanglar. O'lchov tarozidan urishlik yoyilib fosh bo'ladigan bo'lsa, bu qavmga halokat keladi. Shuayb alayhisalomning qavmi, Madiyan qavmi nima uchun halok qilingan edi? Tarozidan urib qo'ygani uchun. Imom Hokim va Tabaroniy Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: o'lchovdan urib qolmaslar, nabototdan man qilinurlar va qahatchilik ila tutilurlar. Tarozidan urishlik, metrdan urishlik agar yoyilib ketadigan bo'lsa bir xalq mamlakat orasida yomg'ir yog'may qo'yadi. Ekin-tikin qurib ketadi, qahatchilik bo'ladi. Bunaqa tarozidan urishlik yoyilgan yurtda birodarlar baraka ko'tariladi, ocharchilik bo'ladi. Oyatning davomini o'qiymiz. Astagfirullah. Alladina idza iktalu alan nasi yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yuhsinun. U tarozidan urib qoladiganlar shunaqa odamlarki, o'zlari bir narsani o'lchab olsa, aniq, to'g'ri qilib oladi. Endi o'zi o'lchab shu narsani boshqa birovga berayotgan paytda kam qilib beradigan kimsalar. Tarozi, o'lchov deganda faqat biz o'sha tarozi bilan metrni tushunmaylik. Bizning zamonimizda buni maydoni kengayib ketdi. Bu aqllar Allohni unutganidan keyin, rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri bo'lgandan keyin bu aqllar faqatgina tarozidan urish, odamlarning haqlarini qanaqa bir yo'li bilan urib qolishi haqida ishlaydigan bo'lib qoladi. Aql faqat shu narsaga ishlaydi. Va natija qanaqa? Insonda aqlini lol qoldiradigan darajada hiyla nayranglari bor. Shunaqa yo'l bilan boyiganlarni oxiri nima bo'lganligini qaranglar-da. Bunaqa g'irrom yo'l bilan pul topadigan odamlarga sezdirmasdan oson yo'l bilan boyiyapmiz deb o'ylaydi-yu, lekin oxiri voy. Shu dunyoni o'zida ham voy bo'ladi. Oxiratdagisi esa juda ham achinarli bo'ladi. Ehtimol bunaqa g'irrom bilan pul topayotganlar, odamlarning haqqini nohaqdan yeyotganlar dunyoda qo'lga tushmay qutulib ketar. Lekin bari bir kun o'ladimi ular ham? Alloh taolo aytayapti. Astagfirullah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim. Ular ulug' bir kunda hamma odamlar Robbil alaminning huzurida tik turadigan kunni borligini o'ylashmaydimi? Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Odamlar hammasi Robbil alaminning ro'parasida turadigan kunda borligini o'ylamaydimi ular? Yana qaytaramiz. Bu dunyoda hech kim sezmas.
Sherigiz ham, shefiz ham, o'sha tekshirib keladigan tashkilotlar ham sezmas. Hammani oldarsiz. Lekin o'lmaysizmi? Birodarlar, faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. U qanaqa kun? Zarra vaznichalik yaxshilik qilsa ham ko'radi, zarra vaznicha yomonlik qilsa ham ko'radi. Bizi iymonimiz bu, bizi aqidamiz bu. Birodarlar, tarozdan urayotgan odam bandalarning haqqini urib qolyapti. Bizi ustimizda Allohning haqqi bor. Unga shirk keltirmasdan ibodat qilishimiz. Alloh azza va jalla qiyomat kunida bir mo'min bandasini olib kelib, amallarini o'ziga arz qilib, Karim zot xohlasa kechirib yuboradi. Namoz o'qimagan, roza tutmagan Allohning haqqi. Alloh xohlasa kechib yuboradi va kechadi, umid qilamiz. Alloh Karim zot. Ammo bandalarning haqqi bo'lsa, Alloh aralashmaydi. Siz savdoda birovda 50 gram haq o'tib ketdi, birovda 5 so'm zdachasi qolib ketdi. Bilmasdan qilgan bo'lsangiz, o'sha pulni ehson qilib olasiz, qutulasiz. Agar bilib turib, hunar qilib olib yegan bo'lsangiz, shu pulni. Alloh azza va jalla bu yerga bo'lgan bandani bor bandam, men kechdim gunohlaringdan, kiraver jannatga deydi. Hadislarning xulosasi. Gunohlarni kechdi, Alloh o'zining haqqidan kechdi. Jannatning eshigining oldiga borganda bir guruh odamlar turgan bo'ladi. Kimlar ular? Mana shu odam dunyoda ularning haqqini yegan. So'kkan, urgan, g'iybat qilgan, tarozdan urgan, metrdan urgan, xullas haqqini yegan, bilib turib urgan. Mana endi Alloh taolo aralashmaydi. Tarozdan urayotganlar kimlarning haqqini yeb qo'yishdi? Qanaqa qilib topadi endi u odamlarni? Qancha yeganligini qayoqdan biladi? Yana diqqat qiladigan narsamiz shuki, tarozidan urib boygan odamlarning hayotiga diqqat qilib qarash kerak. O'sha pul nasib qildimi? O'sha pulni topib xotirjam yashadimi? Shuni bir qarasin-da. O'zi boyishdan maqsad nima? Osoyishta, xotirjam kun kechirish. Bola chaqasini, orzu-havasini ko'rish. Tinch totuv yashash, saodat topish. Shuni o'zi boy bo'lishdan maqsad? Endi bu yo'l bilan pul topganlar aniq shu narsaga erishmaydi. Allohdan yuz o'girib, halol haromni farqiga bormay, shariatga e'tiborsiz bo'lgan, Qur'ondan yuz o'girgan odamning hayoti bilasizmi qanaqa bo'ladi? Bunaqa odamlarning hayoti qanaqa bo'lishini Alloh taolo Qur'onda aytib qo'yibdi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Tang bo'ladi bunaqa odamning hayoti. Robbimiz aytayapti, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, ya'ni Qur'ondan yuz o'girsa, shariatdan yuz o'girsa, halol haromga parvo qilmasdan Allohdan yuz o'girsa, fa inna lahu ma'ishatan donka. Bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Metrdan urishlik, shariatdan yuz o'girishlik. Allohdan yuz o'girgan insonning hayotini Alloh taolo tang va baxtsiz bo'ladi deyapti. Boy bo'lishi mumkin. Magazinlari, zavodlari bo'lishi mumkin. Ha, qo'lida katta, chaqasi katta bo'lishi mumkin, lekin hayoti tang bo'ladi. Endi tarozidan urish qanaqa ekanligini hammamiz bilamiz. Metrdan urib qolishlik qanaqa ekanligini hammamiz bilamiz. Ammo bizi davrimizga kelib, birodarlar, mana shu texnologiyalar rivojlangandan keyin tarozi o'lchov degan narsani yangilari paydo bo'ldi. Masalan, kilovat, vat deydi, litr, kub, kvadrat va hokazolar. Ana shu elektrni o'lchovlaridan vat bilan kilovat. Endi bu sohani egalari bizdan ko'ra tafsilotini yaxshi bilishadi. Men soddaroq qilib aytaman. Tarozidan urishning bitta yo'li. Bizda yo'q ekan-a? Mana konditsioner turibdi. Derdim agar bo'lganida. Konditsioner. Bu sohani egalari mendan ko'ra tafsilotini yaxshi biladi. Soddaroq qilib aytaman. 18lik yoki 35lik degan konditsioner bor.
Korobkasi yozib qo'ygan 18 yoki 35 deb. Narxi $300 deydi. Oddiy odam bunaqa narsalarni ikirchigiriga, tafsilotiga aql yetmaganligi uchun $300 degan narxni ko'radi, yonboshidagi magazinda xuddi shu 18 yoki 35 deb qo'ygan, u yerda $200 turibdi. Xaridor nima qiladi? Aniq nima qilishi? Modomiki uning ichidagi ikirchiklarni bilmagandan keyin $100 arzonrog'ini olaveradi. Bu sohani ikirchikirini bilmaganligi uchun $100 arzon bo'lgani uchun shu $200 ga olaveradi. Tekshira olmaydi, aqli ham yetmaydi. Shuning uchun arzonni olib ketaveradi. Ikkita tovar turibdi, ko'rinishi bir xil, yozuvi bir xil, lekin narxi ikki xil. Ammo ana shu konditsionerda sotayotgan savdogarlar ichidagi sirni biladi. Nimaga bitta konditsioner $200, ikkinchisi $300? Sababi $200 ga sotayotgan savdogar Xitoyga borib 18lik bo'lish kerak bo'lgan konditsionerni 12lik qilib qildirib keladi. 35 deb yozib qo'ygan konditsionerni 25lik qilib keladi. Ichidan urib oladi. Bu ochiqchasiga harom bo'ladi. Korobkasiga 18-35 deb qo'yibdimi? Lekin amalda unaqa emasmi? Yolg'on bu. Harom bu. Sodda xalq arzonroq ekan deb turib, $100 arzon ekan deb olib ketadi 200 ga. $100 ni yutdim deb o'ylaydi, aslida $200 ga kuydi u. Nimaga? Bu ichidagi motorchiga, ichidagi trubalari, simlari, o'sha bir balobatlarlari nochor qilib qilingan bo'ladi. Vaholanki o'sha $300lik konditsionerni ichidagi bor narsasi yo'q, korobkasida yozuvilar bor. $100 yutdim deb o'ylaydi, o'zi aslida $200 ga kuydi. Ehtimol bunaqa g'irrom ishni qilayotgan savdogar soqoli bor hojakadir. Ehtimol namozxondir. Ehtimol xayri saxovat qiladigan qo'li ochiq odamdir. Bunaqa odamni qilgan duosi ham ijobat bo'lmaydi, namozi ham qabul bo'lmaydi. Eshitib qo'yinglar shu narsani. Yolg'on ishlatyapsizmi? Duoingiz ham o'tmaydi, sadaqangiz ham o'tmaydi, namozingiz ham o'tmaydi, duoingiz ham ijobat bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiban. Chunki Alloh pokiza zot. Bunaqa harom xarishni qabul qilmaydi. Faqat pokiza narsani qabul qiladi. Bunaqa g'irrom yo'l bilan pul topib, qoningizni to'g'izyapsizmi? Ichingizga harom kelyaptimi? Bunaqa ibodatingizni qabul qilmaydi. Bu harom bilan yeb, quvvatlanib qilgan ibodatingizni qabul qilmaydi. Umringiz qabul emas, hajingiz qabul emas, sadaqangiz qabul emas, qilgan duoingiz ijobat bo'lmaydi. Kimdandir duo olayotgan bo'lsangiz, bu duoning ham sizga foydasi yo'q. Chunki siz harom ishni ko'rib bilib turib qilyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdoda yolg'on, g'irrom aralashib qolishi mumkinligini, inson beqasd narsa kirib qolishi mumkinligini aytganlar. Endi undan qutulishning yo'li sadaqa qilib turinglar deganlar Rasululloh. Rasul aytadilar: "Ey savdogarlar, savdoga albatta shayton va gunoh hamrohdir. Savdolaringizga sadaqa aralashtirib turinglar" deganlar. O'sha boyagi g'irromda ochiqchasi qilayotgan hojakalar qo'sh tirnoq ichida. Shu hadisni eshitganda noto'g'ri tushunib olganda nazarimda, men shunga o'xshagan g'irrom ishlarimni sadaqa qilib tursam, u ishni bo'lib ketadi, yuvilib ketadi deb noto'g'ri tushunadi shekilli. Birodarlar, bu hadisda aytilgan narsa boshqa narsa. Sizni savdoingizda xato, nuqson aralashib qolsa, bu beqasd bo'lgan bo'lsa, beqasd bo'lgan kamchiliklarni sadaqa yuvib turadi degani. Zo'r ekanda, $1 million yolg'on bilan topib turib, 100 mingni sadaqa qilib qo'ysangiz, bu yerda 900 ming foyda qolib ketaverasizmi? Voy birodar, shuning. Bunaqa yo'l bilan savdo qilayotgan akalar, sizlar ochiq haromda bilib turib, qasddan qilyapsizlar. Allohning dini bilan o'ynashmanglar birodarlar. Buning oqibati chatoq bo'ladi. Nima? Sizlar uchun dindor bo'lib ko'rinish, soqol qo'yib tasbih yurish, masjidga yurish, bu nima? O'yinmi? Nima? O'lmaysizlarmi? Qancha yashamoqchisizlar?
halolmi, harommi topding-a pul, baribir sendan qolib ketadi. Go'ringga olib ketmaysan. Endi nimaga shuna qilyapsan desa, boyagi darsimizni boshlayotgan gapimiz. Rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Yozilganini yeysan, qanaqa qilib topsang ham yozilganini yeysan. Qaranglar-da, shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan bir hadis qudusiyni bizga rivoyat qilib beradilar. Alloh taolo aytadi: "Abdi, anta turid va ana urid." Bandam, sen ham xohlaysan nimalarnidir? Men ham xohlayman sendan nimalarnidir. Agar men sendan xohlagan ishda, men xohlagandaqa bo'lsang, sen xohlagan ishlarga men o'zim kifoya qilaman. Halol bo'l, birodar xalqidan qo'rq, tarozidan urma, shariatda aytgandaqa savdo qil. Sen nimani xohlayotding? Barakani, keng rizqni, osoyishtalikmi? Men beraman shuni deyapti. Agar men sendan xohlagan ishlarda men aytgandaqa bo'lmasang, sen xohlagan ishlarda men senga kifoya qilmayman, seni qiynab qo'yaman. Baribir oxirida men aytganim bo'ladi deydi. Iymonimiz bormi shunga? Birodarlar, harom bunaqa ish qilishlik. Sen birodar bunaqa harom ish qilganing uchun, g'irromni qoyil maqom qilib bajarib qo'yganing uchun boyib ketmayapsan. G'irrom yo'l tutganing uchun rizqing ko'payib qolmaydi, yozilgani keladi. Yolg'on gapirding, aldading xaridorni. $100 topding. Yig'la. Chunki bugun $100 topardi ekansan, agar rost gapirsang. Sen yolg'on gapirganligi uchun pul topmading, Alloh yozgani uchun topding. Endi yolg'on gapirding, klient olmay ketdi, $100 topmading, yana yig'la. Chunki baribir kelmadi, lekin gunohkor bo'lding. Bugun senga shu rizq kelish yozilganmi? Tamom, keladi. Bugun foyda ko'rishing yozilganmi? Keladi. Tiraymisan, rizqing bor. Robbing seni esdan chiqarib qo'ymaydi. Eslab qollar shu gapni. Robbing seni esdan chiqarib qo'ymaydi. Rivoyat. Sulaymon alayhissalom. Bu ulug' payg'ambar hayvonlarni tilini eshitgan, tilini tushungan, bilgan, o'zi ham gapira olgan. Parranda, hasharot, xullas jonivorlar. Qarasa bir kuni bir chumoli bir dona bug'doyni so'dirab, qiynalib mashaqqat bilan o'zini kaviyaga olib ketyapti. Tirikchiligi, rizqi. Sulaymon alayhissalom to'xtatib, 1 yil uchun senga necha dona bug'doy kifoya qiladi? 1 yilda nechta bug'doy yeysan? Desa chumoli 2 dona dedi. Sulaymon alayhissalom unga sen bu mashaqqatni qo'y. Men seni bir qutiga solib qo'yaman, 2 dona bug'doy bilan yilda oxirida ochib yana solib qo'yaman. Fe'lan shunday qildi. O'sha bir qutiga chumolini joyladi, 2 dona bug'doy bilan yopib qo'ydi. 1 yil o'tdi. 1 yil o'tgandan keyin inson Sulaymon alayhissalom esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Inson, o'zi inson degani unutuvchi degani. Esiga tushib ketib turib 1 yil o'tgandan keyin shunday ochib qarasa, chumoli turibdi. Yonida 1 dona bug'doy butun, yeyilmagan, teyilmagan. Sulaymon alayhissalom hayron bo'lib, sen 1 yilda 2 dona bug'doy yeyman degan eding-ku, nimaga bitta yeding, nimaga bitta oshib qoldi? Desa, chumoli qarab turib, tashqarida yurganimda Robbim menga rizqni yetkazar edi, unutmas edi. Alloh unutmaydi. Endi sen odamsan, unutib qolishing mumkin. Shuning uchun mabodo Sulaymon esdan chiqarib, yodidan ko'tarilib qolsa, ochimdan o'lib ketmay deb bitta bug'doyni yemasdan ushlab turibman deydi. Robbis fama kana robbuka nasiya. Robbing unutuvchi emas, birodar. Oyat bu. Fama kana robbuka nasiya. Robbing unutuvchi emas, rizqingni aniq yetkazadi. Faqat sen taqvo bilan ol, baraka topasan, hayoting osoyishta bo'ladi. Fisq fujur bilan emas. Ana yana bitta misol. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu masjidning oldiga kelib, otini yoki hachirini bog'lagani biror bir qoziq topa olmay, o'sha yerda turgan bir yigitni qo'liga berdi. Mana ushlab turing. Kirib ketdi masjidga.
Bir muddat namozini o'qidimi, xullas zikrini qildimi, chiqdi. Qo'lida bir narsa ushlab chiqib kelyapti. Qo'liga bir narsa ushlab olgan. Shu odam ushlab turdi, shu turganiga bir xizmat haqi berib qo'y deb, qo'lida bir narsani ajratib chiqdi. Chiqsa, ot turibdi, yugani yo'q. Haligi odam o'g'ri ekan, yuganni yechib ketdi. Ali ibn Abi Talib uyga borib turib, qo'lidagi 2 tangani 2 tanga edi. O'g'liga berib, bozordan yugan olib kel dedi. O'g'li bordi, xuddi shu o'g'ridan 2 tangaga yuganni qaytarib sotib oldi. Bilmaydi o'g'li. Ali ibn Abi Talibning o'g'li yuganni olib kelib otasiga bersa, qarasa o'zini yugani. Subhanalloh dedi. Kishi sabr qilmasligi bilan o'ziga kelayotgan halol rizqini harom qilib olar ekan-da dedi. Shu o'g'rini qo'liga bugun 2 tanga kelish kerak. Taqdirga yozilgan. Va bu 2 tanga Ali ibn Abi Talibning cho'ntagidan chiqish kerak. Bu ham taqdir qilingan. Agar o'g'irlik qilmasdan ozgina sabr qilib tursa, shu 2 tangani shunday halol qilib berar edi. Lekin bu o'g'ri nima deyapti? Yuganni o'g'irlab sotib olib turib, agar shu o'g'irlikni qilmaganimda 2 tanga qo'limga kelmasdi deyapti. Kandisenada g'irrom yo'l bilan sotayotgan boyagi savdogarlar shunaqa g'irrom qilmasak bizni savdoyimiz bo'lmaydi deyotganda, ularning holati xuddi shu o'g'riga o'xshaydi. Ularning ham rizq haqidagi tasavvuri nima emas, to'g'ri emas. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tang, baxtsiz hayot bo'lur. Mana endi boyagi g'irrom bilan Xitoyga borib, o'sha sifatsiz molni sifatli qilib yozib kelgan. 35 likni 25 qilib, 18 likni 12 qilib kelib sotayotgan hojakalar shu qilayotgan ishi bilan o'zimizni yurtimizdagi ishlab chiqarilishda oyog'iga bolta uryapti. Faqat tushunishmayapti. Undan tashqari birodarlar, qaysidir biznesmenlar o'zimizni yurtimizda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yaylik deb katta mablag'ni tijoratga qo'ygan, tikkan. Faqat o'zini boyishini emas, mana shu xalqni ham o'ylagan. Maqsadi nima? Maqsadi ayrim savdogarlarnikidan ko'ra balandroq. O'zimizni yurtimizda zavod fabrika ko'paysin. Xalqimizni, yoshlarimizni ish bilan ta'minlaylik. Hadeb Rossiyaga, Koreyaga, boshqa yerga ketavermasin, bola chaqasini tashab. O'zimizni iqtisodimizni ko'taraylik. Faqat iste'molchi bo'lib qolmaylik. Biz ham peshqadam mamlakatlar qatoriga kiraylik. Yangi texnologiyalar bizda ham bo'lsin. Iqtisodimiz ko'tarilsa, pensiyalar, pasobiyalar ko'tariladi, maosh ko'tariladi deb shunaqa yaxshi niyatlar bilan o'zimizda ishlab chiqarish qiladi. Va bu eng yaxshi odamlar oramizda ekan. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, afzalun nas anfa'uhum linnas. Odamlarning eng afzali kim? Odamlarga foydasi tegayotgani. Shunga o'xshagan baland maqsad bilan kunni tungi o'laydi. U davlatga yuguradi, bu davlatga yuguradi, texnologiya olib keladi. O'zimizda ishlab chiqarish qilamiz deb turgan paytda ayrim qo'shtirnoq ichidagi savdogarlar faqat o'zini o'ylaydi-da, xuddi shu odam ishlab chiqarayotgan mahsulotni sifatsiz lekin arzon qilib Xitoydan olib keladi, sotadi. Endi o'zimizni ishlab chiqaruvchining ishi nima bo'ladi shu bilan? To'xtaydi. Ko'rdingizmi? Boyagi zavod qurgan odam o'sha zavodida 1000 ta odam ishlayotdi, tasavvur qiling. Savdosi ravon yurib tursa, u 18 deb 18 deb sotyotdi, 35 deb 35 deb sotyotdi. Aldamayotdi xalqni. Niyati yaxshi edi. Endi mana shu zavodda savdo tushib ketgandan keyin nariga g'irromchilarni kasofatidan endi 1000 ta ishchidan 200 tasini haydashga to'g'ri keladi. Chunki oylik qilib bera olmaydi-da. Tushunyapsizmi? Boyagi g'irrom yolg'on bilan savdo qilib, bu o'zimizni ishlab chiqaruvchini sindirayotganlar bitta ishlab chiqaruvchi bu konkurentiga zarar yetkazmayapti, xalqqa zarar yetkazyapti. Birinchidan yolg'on gapirib harom qilyapti, ikkinchidan sifatsiz narsani sotib turib odamlarni kuydiryapti, uchinchidan iqtisodimizni cho'kishiga yordam beryapti. Ayting, ana shu 1000 ta odam qozonini qaynatyapti boyaga o'zimizdagi zavodda ishlab. Endi 200 tasi ishdan ketdi. Uni ishi nima bo'ladi endi? Haligi 1000 ta odamni ishlatayotgan zavodning egasi xohlamaydi haydashdi, lekin nima u? Majbur. Kim majbur qildi uni bunga?
Shu 200 ta odamni ishsiz qolishiga boyaga harom savdo qilayotganlar sabab bo'ldi. Bizda ham shunga o'xshagan ish yo'qmi ishimizda? Shuning uchun birodarlar, shariatimizchi cho'ntagingdagi chaqing birodaringni cho'ntagiga tushsin deydi. O'zingizni yurtingizni ishlab chiqaruvchisini, o'zimizni yurtimizni ishlab chiqaruvchisini qo'llashimiz kerak. Agar mol o'zimizda ishlab chiqarilgan mol bilan chetdan kelgan mol sifati bir xil bo'lsa, xususiyatlari bir xil bo'lsa, narxi ham bir xil bo'lsa, o'zimizni ishlab chiqaruvchini qo'llab, o'zimizda chiqqan narsani olishimiz kerak. Bu shariatning buyrug'i bu. Cho'ntagingizdagi chaqingiz o'z yurtingizda qolsin. Ha, yo'q bo'lsa olaylik tashqaridan kelgan narsani yoki biz yurtimizdan chiqargan narsa juda sifatsiz bo'lsa, narigi sifatli bo'lsa tushunarlik. Lekin bir xil bo'lganda birodarlar, o'zimizni ishlab chiqaruvchini qo'llashimiz bu dinimizning buyrug'i. Agar shunaqa qilsak, boyga 200 ta odam ishsiz qolmaydi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, qul man yarzuqukum minas samai val ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ey Muhammad alayhisalom ayting, kim sizlarga osmon va zamindan rizq berur yoki kim ko'z quloqlaringizga egalik qilur? Kim o'likdan tirikni chiqarur va tirikdan o'likni chiqarur? Hamda kim barcha ishlarni tadbir qilib turur? Ular albatta Alloh dedilar. Bas siz ayting, axir o'sha zotdan qo'rqmaysizlarmi? Tarozdan urayotgan, karobkasiga yozuvni boshqacha yozib, ichidagi tavara boshqacha bo'lgan, yolg'on bilan el yurtni mana shunday bir zarar ko'rishiga sabab bo'lib boyayotganlar Allohdan qo'rqmaydimi? Harom bilan pulingiz ko'payib ketmaydi. Halol bilan kamayib ketmaydi. Rizqning nimaligini tushunib olaylik. Kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marhum. Yo'q. Chunki bunday fisq fujur qilguvchi kimsalarning namoya amollari albatta sijjinda bo'lur. Sijjin jahannamiylarning ismlari yozilgan kitob. Do'zaxiylarning ismi yozilgan kitob sijjin deyiladi. Tarozdan urayotgan, elda oldayotgan, yolg'on savdo qilayotgan, firibgarlik qilayotgan savdogarlarning ismi sijjinda bo'ladi. Ey Muhammad alayhisalom, siz sijjin nima ekanini qayerdan bilursiz? U bitilgan kitobdir. Yo'q, albatta fojirlarning kitobi sijjindadir. Shuning uchun unday qilishmasin, bu yo'ldan qaytsin birodarlarimiz, o'zlarini tuzatib olsin. Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.